demak tenglamalar sistemasi. Ushbu mavzuga doir sistemalarning turlari, ko'rinishlari juda ham xilma-xil bo'lganligi bois, demak ketma-ket o'sha oson tenglamalar sistemasidan darajasi, qiyinligi jihatdan o'sha yuqori bo'lgan tenglamalar sistemasigacha bo'lgan misol tenglamalar sistemasini yechimlari haqida suhbatlashamiz. Tenglamalar sistemasining demak eng sodda ko'rinishdagilari bu chiziqli tenglamalar sistemasi hisoblanib, ulardagi o'sha x va y yoki o'sha 3 ta o'zgaruvchi bo'lishi mumkin yoki undan ham ko'p o'zgaruvchilarga ega bo'lgan holatlarda barcha o'zgaruvchilar birinchi darajadagi ko'rinishni oladi, ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasi. Chiziqli tenglamalar sistemasi. Masalan, 2x minus y barobar 7, 3x plus y barobar mana 3. Ushbu tenglamalar sistemasini yechish talab qilinadi. Tenglamalar sistemasini yechish yo'llari juda ham ko'p. Masalan, ulardan bevosita mana keltirib o'tishimiz mumkin. Mana qo'shish usuli, o'rniga qo'yish usuli, ya'ni bunda biror o'zgaruvchi ikkinchisi yoki qolganlari orqali ifodalanib, o'sha keyingi tengliklarga qo'yiladi. Qo'shish usulida tenglikdagi birorta bir o'zgaruvchi qo'shish orqali demak yo'qotiladi. Hamda grafik usullari mavjud. Demak, grafik usul. Asosiy qo'llaniladigan usullar, asosiylar demak shulardan iborat. Bularning orasida aytish mumkin, eng ko'p qo'llaniladigan o'sha oddiy chiziqli tenglamalar sistemasi uchun qo'shish usuli hamda o'rniga qo'yish usuli juda ham ko'p ishlatiladi. Ushbu chiziqli tenglamalar sistemasini masalan yechish uchun mana ko'rinib turibdiki, agar ikkita tenglikni mana birdaniga qo'shsak, albatta mana minus y va y ularni nolga aylanishi ko'rinib turibdi. Natijada chap tomonda mana 5x, o'ng tomonda esa mana 7 plus 3 10 hosil bo'ladi. X ni topadigan bo'lsak, mana 2 ga tengligi ko'rinib turibdi. Natijada x teng 2 tenglikni yoki birinchi yoki ikkinchi tenglikka olib qo'ysak, olib borib qo'yadigan bo'lsak, natijada demak y ning 3 minus 6 mana. Buni ikkinchi tenglikka qo'ydik mana minus 3 ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda tenglamalar sistemasining javobi 2 minus 3 tarzda yoziladi. Ya'ni birinchi x, ikkinchi y yozilishiga ahamiyat berish zarur. Ya'ni 2 minus 3 tarzda o'qiladi. Chiziqli tenglamalar sistemasi demak bu turkumdagi savollar ancha oson hisoblanadi. Faqatgina ba'zi bir hollardagina mana bunday oson emas, balki o'sha koeffitsiyentlarni tenglashtirishga to'g'ri keladi. Ya'ni qo'shish usulidan foydalanish uchun. Masalan 5x minus 7y barobar 2 ga teng, 4x plus 3y 1 ga teng. Ushbu tenglamalar sistemasini mana yechish kerak. Ushbu tenglamalar sistemasini yechganda yoki x oldidagi koeffitsiyentlarni yoki y oldidagi koeffitsiyentlarni aynan modul jihatdan bir xil songa keltirish zarur hisoblanadi. Yoki bo'lmasam ikkinchi usul, o'rniga qo'yish usulidan foydalanish orqali ham yechilishi mumkin. Keling shu qo'shish usulini mukammalroq o'rganaylik. Dastlab x oldidagi koeffitsiyentlarni bir xil koeffitsiyentga keltirishga harakat qilamiz. Uning uchun birinchi tenglikni 4 ga, ikkinchi tenglikni esa mana 5 ga ko'paytirishimiz mumkin. Natijada birinchi tenglik 20x minus 28y barobar 8, ikkinchi tenglik esa 20x plus 15y barobar mana 5 tarzda bo'ladi. Endi o'sha qo'shish usuli nomidan ham ma'lumki, o'sha qo'shishdan foydalanish zarur. Buning uchun ikkinchi yoki birinchi tenglikni mana keling ikkinchi tenglikni minus 1 ga ham ko'paytirsak, minus 1 ga 20x minus 28y barobar 8. Minus 20x minus 15y barobar demak mana minus 5. Ikkala tenglikni mana qo'shadigan bo'lsak, tabiiy ravishda xlar qisqaradi va minus 43y
barobar demak 3 ga teng. Mana y ni topadigan bo'lsak minus 3 taqsim 43 degan tenglikka erishamiz. Bu yerda aytib o'tish joiz. Birinchi koeffitsiyentlarni tenglashtirganimizdan keyin ahamiyat bersangiz biz yana minus 1 ga ham ko'paytirdik. Aslida bunga hojat yo'q. Ya'ni ushbu 20x minus 28 y teng 8 hamda 20x plus 15 y teng 5 tengliklar hosil bo'lgandan keyin uni ayirish ham mumkin. Shunchaki o'sha qo'shish usuli bo'lganligi bois o'quvchilarda o'sha nega qo'shish bu yerda ayirdik-ku degan ikkilanish hosil bo'lmasligi sababli biz o'sha aynan qoida asosida bu yerda harakat qildik. Agarda siz xohlasangiz buni ushbu tengliklarni ayirishingiz ham mumkin. Bu demak ayirish usuli emas albatta bu. Bu aynan qo'shish usulini aynan o'zi deyarli. Bulardan demak ayirish natijasida minus 43 y barobar mana 3. Mana bu yerda ham aynan o'sha y ning yuqorida topilgan qiymati topiladi. Demak minus 3 taqsim 43. Natijada o'sha y ning qiymatini mana ikkinchi tenglikka olib borib qo'yadigan bo'lsak, mana 4x minus 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 43 barobar mana 1 ga teng. 4x barobar 1 qo'shilgan 4 plus 43 4x barobar demak mana 52 taqsim 43 demak 4 ga bo'ladigan bo'lsak x barobar demak 13 taqsim 43 degan tenglik topiladi. Natijada mana javob bu yerda mana 13 taqsim 43 va minus 3 taqsim 43 hosil bo'ldi. Demak ikkinchi chiziqli tenglamani ham biz demak yechishga muvaffaq bo'ldik. Chiziqli tenglamalar demak yechilish jihatdan demak oson hisoblanadi ancha. Ayrim holatlarda 3 ta o'zgaruvchilarning bo'lishi chiziqlikda ozgina ayrim qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Masalan, 3 ta o'zgaruvchidan iborat tenglamalar sistemasi x plus 2y plus z teng 8, x minus 2y plus 3z teng 1, 2x plus y minus z teng 2. Ushbu tipdagi demak tenglamalar sistemasini yechishda albatta qaysidir birorta bir o'zgaruvchini boshqa o'zgaruvchilar orqali ifodalash maqsadga muvofiq. Keling, mana dastlab birinchi tenglikdan x ni aniqlaymiz. 8 minus 2y minus z. Va ikkinchi va uchinchi tengliklardagi x o'rniga joylashtiramiz, qo'yamiz o'rniga 8 minus 2y minus z minus y plus 3z plus teng 1. Ikkinchi tenglikda 2 ko'paytirilgan demak 8 minus 2y minus z plus y minus z teng 2 tenglik hosil bo'ladi. Birinchi va ikkinchi buni hosil bo'lgan, ya'ni tenglamalar sistemasidagi ifodalarni soddalashtirish natijasida minus 3y plus 2z teng minus 7, minus 3y minus 3z teng demak minus 14 tengliklarga erishamiz. Ularni demak o'zaro ayirsak, tabiiyki mana y lardan voz kechgan bo'lamiz. Ya'ni y lar o'zaro qisqaradi va z ni topadigan bo'lsak, mana 1.4 ekanligi ko'rinib turibdi. Bu z ning qiymatini mana birinchi ushbu tenglikka qo'ysak, minus 3y plus 2 ko'paytirilgan mana 1.4 minus 7. Minus 3y barobar minus 9.8 ga teng. Mana y ni topadigan bo'lsak 98 taqsim mana 30. Ya'ni 49 taqsim mana 15 tenglik hosil bo'ladi. Y va z ning demak qiymatlarini bevosita o'sha x topilgan, ya'ni x izohlangan tenglikka qo'yadigan bo'lsak, mana 49 bo'lingan mana 15 minus 1.4 hisoblanadi. Natijada demak mana 8 minus 98 taqsim 15 minus, keling buni o'nlik kasr demak noto'g'ri kasr, oddiy noto'g'ri kasr ko'rinishida tasvirlaymiz. Ko'rinib turibdi, mahraj demak mana 15 120 minus 98 minus 21. Demak bu yerdan o'sha 1 taqsim 15 ekanligi kelib chiqadi. Ahamiyat bersangiz, bizda o'sha ko'pincha o'quvchilar yoki abituriyentlar x, y, z tenglamalar sistemasini javoblarini butun son chiqishiga qaysidir ma'noda ko'nikib qolishgan. Bu odat albatta juda ham yomon hisoblanadi. Imkon qadar mana ayrim holatlarda biz ham o'sha hisob kitoblarga asoslangan javoblari kasr sonlardan iborat, unchalik ham o'sha butun sonlardan iborat bo'lmagan misollar keltirishga harakat qilyapmiz. Shunchaki o'sha o'quvchilardagi o'sha tasavvurni o'zgartirish, ya'ni doim tenglamalar sistemasini ildizlari yoki umuman oddiy tenglama ildizlari ham
butun chiqishi, butun sonlardan iborat javob chiqishi shart emas degan demak tushunchani yo'qotish maqsadida. Bu yerda xohlasak demak mana hammasini butun qismlarni ajratib mana 1,5 dan 2 mana kasr ko'rinishdagi sonlardan iborat uchlikda ham yozish mumkin. Ushbu tenglamani demak ildizlari aynan ushbu uchlikdan iborat ekan. Endi ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi haqida gaplashamiz. Demak, bu yerda o'sha tenglamalar sistemasini tashkil qiluvchi o'zgaruvchilar kvadrat darajalarda ham bo'lishi mumkin bo'lgan tenglamalar sistemasi. Bu tenglamalar, bu turkumdagi tenglamalar sistemasini yechish uchun ko'p holatlarda o'rniga qo'yish usuli bizga yaqindan yordam beradi. Masalan, mana x plus y barobar mana 5, x kvadrat plus mana y kvadrat mana 37 ga teng. Ushbu tenglamalar sistemasini yechish zarur. X va y larni aniqlash kerak. Bu yerda birinchi tenglikdan x ni yoki y ni topib ikkinchi tenglikka qo'yish bu bizning ishimizga ancha yengillik kiritadi va oddiygina bir kvadrat tenglama hosil bo'lishini ta'minlaydi. Demak, mana x ni topamiz. 5 minus y ikkinchi tenglikka qo'yadigan bo'lsak, mana 5 minus y kvadrati plus y kvadrat barobar mana 37. Qavslarni ochsak, 25 minus 10y plus y kvadrat barobar demak 37. 2y kvadrat minus 10y minus demak 12 barobar 0. Tenglamani demak koeffitsentlari juft sonlar bo'lganligi bois 2 ga bo'lish bu tenglamani ozgina demak soddalashtiradi albatta yechimini. Y kvadrat minus 5y minus 6 teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Buni demak diskriminant orqali mana 25 plus mana 24 49 ga teng y1 va y2 ni topadigan bo'lsak, mana birinchi va ikkinchi qanotlantiruvchi ildizlar plus minus 7 bo'lingan 2. Demak, birinchisi mana 6, ikkinchisi esa minus 1 ga teng ekanligi ko'rinadi. Mana shu yerda ham o'quvchilar ozgina xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Sabab bu yerda mana ikkita y ning ikkita qiymat chiqqanligi bu qaysidir ma'noda ularni chalg'itadi. Bu yerda chalg'imaslik kerak. Albatta, birinchi holat, agar y 6 ga teng bo'lsa, yuqorida o'sha yozilgan mana x ni 5 minus y ga teng ekanligidan y ni o'rniga 6 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda mana 5 minus 6 barobar mana minus 1. Bu y 6 bo'lgan holatda x ni minus 1 ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi hol, ya'ni y ning minus 1 bo'lgan holida, y demak minus 1 bo'lgan holida x barobar mana 5 minus y tenglikka ko'ra 5 minus 1 bu esa 6 ekanligini keltirib chiqaradi. Buning natijasida ushbu tenglamalar sistemasi ikkita yechimdan iborat. Minus 1 u 6, 6 u minus 1 degan demak ikkita ildizlardan, ikkita yechimdan aniqrog'i iborat hisoblanadi. Ba'zi holatlarda demak qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladigan tenglamalar sistemasi ham mavjud hisoblanadi. Masalan, mana x minus y mana 7 ga teng, mana x kvadrat plus y masalan mana plus y kvadrat barobar 52 bo'lsa, demak savol x ko'paytirilgan y ni aniqlang. Bu yerda tenglamalar sistemasini yechish talab qilinmayapti. Ya'ni x va y ning qiymatlarini alohida topish shart emas. Shu bois demak bu ikki tenglikdan foydalanib x va y larning ko'paytmasini topish demak kifoya qiladi. Buning uchun birinchi tenglikni, ya'ni x minus y teng 7 tenglikning ikkala tomonini kvadrat ko'taradigan bo'lsak, x kvadrat minus 2xy plus y kvadrat demak mana barobar 49 tenglik hosil bo'ladi. Bizda demak ikkinchi tenglamalar sistemasining ikkinchi qismi x kvadrat plus xy plus y kvadrat barobar mana 52 tengligimiz mavjud. Ularni demak sistema holatiga keltiramiz va bu ikki tenglikni o'zaro bir-biridan ayirsak, ko'rinib turibdiki, x kvadratlar qisqaradi, y kvadratlar qisqaradi va chap tomonda minus 3xy, a o'ng tomonda esa minus 3 tenglik hosil bo'ladi. Va bu yerdan x, y ni osongina 1 ekanligini demak aniqlash mumkin. Demak javob x ko'paytirilgan y ko'paytma demak o'sha 1 ga teng deb javob berish mumkin. Demak, kvadrat
ko'rinishdagi o'sha kvadrat ikkinchi darajadagi x va y ifodalar qatnashgan yana bir turkum tenglamalar sistemasi bu qaysidir ma'noda o'sha murakkablik darajasi yuqoriroq hisoblanadi. X kvadrat minus xy minus 6y kvadrat barobar mana 0. X kvadrat plus mana y kvadrat demak mana 10. Ushbu kvadratlardan ya'ni ikkinchi darajali ifodalardan iborat tenglamalar sistemasini yechish talab qilinyapti. Bunda birinchi tenglikdan maksimal holatda foydalanish zarur hisoblanadi. Ya'ni bu yerda x kvadrat minus xy minus 6y kvadrat teng 0 ifoda. Bu tenglikdan foydalanish uchun dastlab ushbu tenglikni y kvadratga bo'lamiz. Ya'ni bu yerda izoh berish zarur. Y 0 ga teng emas. Chunki agar y 0 bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki x ni ham 0 ekanligi kelib chiqadi. X va y ning 0 ekanligi esa ikkinchi tenglikni umuman qanoatlantirmaydi. Shu bois y demak 0 ga teng emas deb xulosa qilish mumkin. Y kvadratga bo'ladigan bo'lsak, demak mana x taqsim y ning kvadrati minus x taqsim y minus 6 barobar 0 ko'rinishdagi demak mana tenglikka erishamiz. Buni natijasida mana x taqsim y ni mana t deb belgilashimiz ushbu tenglamani t kvadrat minus t teng 6 ko'rinishiga keltiradi. Natijada bu kvadrat tenglamani mana osongina yechishimiz mumkin. Mana 3 va ikkinchi ildizda demak mana minus 2 ekanligini aniqlash mumkin. Bu yerda hali biz demak t ni aniqladik. Bunga ahamiyat berish zarur. Demak birinchi hol, ya'ni t1, ya'ni x taqsim y ning 3 holini hamda ikkinchi hol x taqsim y minus 2 bo'lgan holatlarini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchisidan demak x teng 3y deb xulosa qilamiz hamda tenglamalar sistemasining ikkinchi, ya'ni x kvadrat plus y kvadrat teng 10 shartidan foydalanamiz. Bu yerda demak x ning o'rniga demak mana 3y ni qo'yish mumkin. Natijada demak 9y kvadrat plus y kvadrat barobar 10, y kvadrat barobar 1 ga teng. Natijada y barobar esa nima? Plus minus 1. Bunda ham agarda demak mana y 1 bo'ladigan bo'lsa, mana x barobar 3, bu demak bitta juftlik, y barobar mana minus 1 bo'ladigan bo'lsa, x ni esa minus 3 ekanligini demak aniqlash mumkin. Ikkinchi holatdagi x ni topadigan bo'lsak, minus 2y va bizda x kvadrat plus mana y kvadrat mana 10 ekanligi bundan demak mavjud va ularni kichkina demak sistema holatida ishlashga harakat qilamiz. X ni o'rniga minus 2y ni qo'ysak, demak mana tabiiyki mana 4y kvadrat plus y kvadrat barobar 10. Natijada y kvadrat barobar 2, y ni topsak plus minus ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Agar demak mana y ildiz ostida 2 bo'ladigan bo'lsa, x bu minus 2 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi mana. Agarda y minus ildiz ostida 2 bo'ladigan bo'lsa, x esa 2 ildiz ostida 2 ga tengligi demak kelib chiqadi. Demak ushbu tenglamalar sistemasi 4 ta yechimga ega. Dastlab 3 1, keyingisi minus 3 minus 1, keyingisi minus 2 ildiz ostida 2 ildiz ostida 2 hamda demak oxirgisi 2 ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 2 ga teng ekan. Demak mana shunaqangi demak 4 ta ildizlardan iborat tenglamalar sistemasi ham mavjud hisoblanadi. Endi qiyinlik darajasi murakkabroq yoki qandaydir bir o'zgarishlarni, belgilashlarni talab qiladigan tenglamalar sistemasi haqida suhbatlashamiz. Demak, ayrim turdagi tenglamalar sistemasi. Ya'ni endi bularning demak tenglamalar sistemasining turlari, ko'rinishlari juda ham ko'p bo'lganligi bois ularning demak ayrim turdagilari haqida suhbatlashamiz. Tenglamalar sistemasini yechish usullariga nazar soladigan bo'lsak, demak yuqorida aytgandek o'rniga qo'yish, qo'shish usuli yoki o'sha grafik usullari. Usullar ko'pincha o'sha chiziqli, kvadrat, ikkinchi darajali tenglamalar sistemalarida demak juda ham qo'l keladi. Nostandart tenglamalar sistemasida esa bu ko'rish mumkin o'sha ko'paytirish usullarining ham mavjudligiga ahamiyat berish zarur. Masalan, mana x ko'paygan y 2 ga teng, y ko'paygan z 3 ga teng, x ko'paygan z esa mana 6 ga teng. Mana ushbu 3 ta o'zgaruvchili tenglamalar sistemasini yechish talab qilinyapti. Ushbu turkumdagi tenglamalar sistemasini yechish uchun demak dastlab mana ularni hamma uchala tengliklarni ko'paytiradigan bo'lsak, mana tenglikning chap tomonida x y z ning ko'paytmasining kvadrati, tenglikning o'ng tomonida esa 6 ning kvadrati hosil bo'ladi.
Bu yerda mana x, y, z ko'paytmani plus minus 6 ekanligi demak ko'rinib turibdi. Dastlab x ko'paytirilgan y ko'paygan z, ya'ni x, y, z ko'paytirilgan 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga ma'lumki x ko'paytirilgan y mana 2 ga teng bo'lsa, mana 2 z barobar 6. Ya'ni z ni osongina mana 3 ekanligini aniqlash mumkin. Agarda demak mana z ni 3 ekanligi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, tenglamalar sistemadagi z qatnashgan ikkinchi yoki uchinchi tenglikka ko'ra y ni birligi, x ni ikkiligi osongina demak topiladi. Demak ushbu holatda demak x 2 ga teng, y demak mana 1 ga teng, z esa demak 3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi x, y, z ko'paytma agar minus 6 ni tashkil qilsa agar, demak x, y ko'paytmani o'rniga mana 2 ni qo'yishimiz, bu yerda z 2z barobar minus 6, z ning minus 3 ekanligini aniqlab beradi. Natijada z qatnashgan ifodalarga demak z ning o'rniga minus 3 qo'yishimiz va y ning minus 1, x ni esa minus 2 ekanligini aniqlab beradi. Demak natijada ikkinchi uchlik minus 2, minus 1 va minus 3 ni tashkil qiladi. Demak tenglamalar sistemasi ikkita yechimga ega. Dastlabkisi demak 2, 1, 3, keyingisi esa minus 2, minus 1, minus 3 lardan demak iborat ekan. Navbatdagi tenglamalar sistemasi ham demak o'sha o'ziga xos usullardan foydalanadigan tenglamalar sistemasi safiga kiradi. Aytaylik mana a plus b 10 ga teng, b plus c demak mana 12 ga teng, c plus a deylik 20 ga teng. Demak a, b, c o'zgaruvchilarini aniqlash zarur. Ya'ni ushbu tenglamalar sistemasidan a, b, c o'zgaruvchilarini alohida aniqlash talab qilinyapti. Bu turkumdagi tenglamalar sistemasi ham demak o'sha qo'shish usulidan foydalanish orqali yechish mumkin. Agar qo'shadigan bo'lsak, demak tenglikning chap tomonida 2a, 2b, 2c yig'indi. Bu demak barobar o'sha 42 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Tenglikning o'ng va chap qismini 2 ga bo'ladigan bo'lsak, mana a plus b plus c 21 ga teng bo'ladi. Bizga ma'lumki, yuqoridagi berilgan tengliklarga muvofiq a plus b yig'indi mana 10 ekanligidan c ning 11 ekanligi osongina kelib chiqadi. C ning 11 ekanligidan esa b ning 1 ekanligi kelib chiqadi. B ning 1 ekanligidan a ning demak 9 ga teng ekanligini aytish mumkin. Shu tariqasida demak mana ushbu tenglamalar sistemasining javobi demak 9, 1 va 11 uchliklaridan iborat ekan. Shu o'rinda aytish kerakki, ko'pincha o'sha alfavit tartibida, ya'ni A, B, C lar ishtirok etgan tenglamalar sistemasida o'rniga qarab A, B, C ketma-ket tartibda demak A birinchi, B ikkinchi va C undan keyin joylashtirilishi mumkin. Uchliklarni yozganda, ya'ni x, y, z yoki A, B, C uchliklarini yozganda o'sha alfavit tartibini unutmaslik talab qilinadi. Ushbu xossadan foydalangan holatda quyidagi tenglamalar sistemasini yechish mumkin. Masalan, x, y taqsim demak mana x plus y bu barobar 1 taqsim 7. Y, z taqsim y plus z barobar demak 1 taqsim 9. X, z taqsim x plus z bu barobar demak 1 taqsim 10. Ushbu tenglamalar sistemasini mana yechish talab qilinyapti. Bu yerda bu demak ko'rinishidan ancha murakkab tenglamalar sistemasi hisoblanadi. Albatta bir tomondan demak nostandart tenglamalar sistemasi ham deyish mumkin. Keling har bir tenglikni demak teskari holatda yozamiz. Ya'ni x plus y taqsim x y bu barobar 7. Y plus z taqsim y z barobar 9. X plus z taqsim x z barobar demak mana 10. Mana tenglamalar sistemasi belgisini yozdik. Birinchi tenglikni 1 taqsim x plus 1 taqsim y barobar 7. Ikkinchi tenglikni 1 taqsim y plus 1 taqsim z barobar 9. Uchinchi tenglikni esa 1 taqsim x plus 1 taqsim z barobar 10 holatda demak yozish mumkin. Ushbu tengliklarni mana bundan oldingi tenglamalar sistemasini yechish g'oyasiga ko'ra qo'shamiz. Qo'shsak ko'rinib turibdiki, demak bu yerda mana 2 ko'paytirilgan mana 1 taqsim x, 1 taqsim y plus mana 1 taqsim z barobar 26 tenglik hosil bo'ladi. 2 ga bo'ladigan bo'lsak mana 1 taqsim x plus 1 taqsim y plus 1 taqsim z barobar demak mana 13 tenglikka erishamiz.
Bizga ma'lumki, demak 1 taqsim x plus 1 taqsim y yig'indi 7 bo'lganligi bois 1 taqsim z ni osongina demak 6 ekanligini topamiz va bu yerdan z barobar demak 1 taqsim 6 tenglik hosil bo'ladi. Z ning demak 1 taqsim 6 ekanligi o'z-o'zidan 1 taqsim y ning demak 3 ekanligini va y ning 1 taqsim 3 ga tengligini keltirib chiqaradi. Xuddi shunday demak mana birinchi tenglikka ko'ra y ning 1 taqsim 3 ligi 1 taqsim x ning o'sha 4 ekanligi, ya'ni x ni esa 1 taqsim 4 ga tengligini keltirib chiqaradi. Natijada demak mana ushbu tenglamalar sistemasining javobi 1 taqsim 4, 1 taqsim 3 va 1 taqsim 6 dan iborat uchlik ko'rinishda ekanligi demak hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda o'sha tenglamalar sistemasini yechish yoki undagi x, y'lar bilan bog'liq munosabatni aniqlash uchun ozgina e'tibor, ozgina o'sha nostandartroq xatti-harakatlar zarur hisoblanadi. Masalan, bularga misol tariqasida mana x plus y barobar mana 25 taqsim x, x plus y barobar demak mana 144 taqsim demak mana y. Ushbu tenglamalar sistemasi berilgan. Ushbu tengliklarga ko'ra mana masalan x plus y ning qiymatini aniqlang. Savol xuddi shunday. Bu yerda ko'pchilik o'quvchilar yoki abituriyentlar tengliklarning o'ng tomonlarini o'zaro tenglashtirishdan ishni boshlashadi. Albatta u noto'g'ri yo'l emas. U yo'l bilan ham demak o'sha usulni davom ettirish natijasida bu tenglikni, bu yig'indini aniqlash mumkin. Agarda bu yerda o'sha mahrajlardagi x va y ifodalarga tengliklarning, ya'ni chap tomonlarini bevosita ko'paytirsak, ya'ni x kvadrat plus xy barobar 25, xy plus y kvadrat barobar demak mana 144. Hamda hosil bo'lgan tengliklarni qo'shsak, bu yerda x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat barobar 169 tenglik hosil bo'ladi. Tenglikning demak chap tomon x plus y ning kvadrati bu 13 ning kvadrati 169. Natijada x plus y ni ahamiyat bering, mana osongina plus minus 13 ekanligini aniqlash mumkin ekan.